Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoqdan kuzatuvchilar. Hozir savol tushdi. Sinusit nima? Hozirgi vaqtda mana sezon boshlandi. Sinusit bu burun yondosh bo'shliqlarini yallig'lanishi. Ya'ni burunda o'sha yerda 8 ta bo'shliq bor. Gaymar bo'shlig'i, itmidalni bo'shliq, peshona bo'shlig'i, panosimon bo'shliq. Mana shularning yallig'lanishiga sinusit deb ataladi. Yani bolalarda ko'proq biz rinosinusit deb aytamiz. Kattalarda xalq tilida aytadi, gaymarit bo'lib qolibman dedi yoki peshonam og'riydi dedi. Bu peshona og'rishi o'sha gaymaritda ham bo'ladi. Frontitda ham bo'ladi. O'shaning uchun sinusitning birinchi belgilari bu peshonadagi og'riq bo'lishi, burunda bitishi, burundan endi boshida masalan shilliq ajralma kelishi mumkin. Keyinchalik bu shilliq ajralma shilliq yeringli ajralmaga yoki keyinchalik o'tkazib yuborsa chesta yeringli ajralmaga. Ya'ni bu yeringli ajralma bo'lishi mumkin, sariq, ko'kimtir tusda bo'lishi mumkin. Bu albatta qo'zg'atuvchisining turiga bog'liq bo'ladi. Bemorlar shikoyat qilib kelishadi, peshonamda og'riq bor, burnim bitgan, burundan yaxshi nafas olmayman. O'tkir bo'ladigan bo'lsa, birlarda isitmasi chiqadi. Masalan, 38, 39 chiqishi mumkin. Bunda lor shifokoriga murojaat etgan vaqtimiz biz albatta buni rinoskopiya yoki endoskopik tekshiruvlarda ko'ramiz. Endoskopik tekshiruvlarda o'sha burun yo'llarida shilliq yeringli ajralma yoki yeringli ajralmalar ko'ramiz. Bu bir tomonlama bo'lishi mumkin, ikki tomonlama bo'lishi mumkin yoki o'sha yerda shilliq qavati shishadi. Ya'ni shilliq qavati shishib burun yo'lini to'liq bekitib qo'yadi. Bunda ko'proq o'sha bemorlar nafas olishga shikoyat qilishadi. Keyin biz yordamchi tekshiruv usullaridan foydalanamiz. Ya'ni MCT yoki rentgen kerak vaqtda mana shular tekshiruv o'tkazib turib to'liq tashxis qo'yamiz. Ya'ni sinusit bu bir tomonlama masalan gaymarit, o'tkir yengli gaymarit yoki pansinusit deb tashxis qo'yiladi va shunga qarab turib davolash taktikasi tanlanadi. Sizda agarda peshonada og'riq yoki burun bitishi yoki bu narsa isitma bilan o'tayotgan bo'lsa, albatta lor shifokoriga murojaat etish kerak. Lor shifokori ko'rib, sizga to'liq tashxislar qo'yib, davolash taktikalari tanlab beriladi. Sinusit bilan demak hazillashish kerak emas. Bu yomon asoratlarga olib keladi. Ya'ni boshqa asoratlar miya ichiga ham asorat berishi mumkin. Yoki quloqqa yoki ko'zga asorat berishi mumkin. Sizda bunaqa holat kuzatildimi? Albatta mutaxassisga ko'rining. Bu mutaxassis sizga to'liq tushuncha beradi va davolash taktikasi tanlanadi. O'shaning uchun o'z vaqtida murojaat etilgan kasallikni oldini olish ham oson, asoratlanmaydi. Albatta sizda bunaqa holatlar kuzatiladigan bo'lsa, bizga murojaat etishingiz mumkin, pastda raqamlarga telefon qilishingiz mumkin va bundan-da foydali kontentlar o'tkazib olmaslik uchun bizning sahifamizga obuna bo'ling. Doimo sog' salomat bo'ling.